Do'stlar, sizlarga eksklyuzivniy variant olib qo'ydim. Yunusobod 16-kvartalda 3 xonali 1-etaj, 5 etajli domda balkonlari 2x6, kvadraturasi 74 kvadrat ekan. O'zining podvollari, parkovkalarigacha bor ekan. Narxi 83 ming startov so'raymiz. Xo'p, obzorimizni boshlaymiz. Bu kirush prixoshkamiz hisoblanadi. Chap qo'limizda Zetski. Chiroyli ekan, juda shinamgina qilib qo'yilgan. Televizorlari ham bor. Chistishli mebel texnikalari qoladi. U yog'ini o'zingizlar gaplashasizlar. Keling, bu yog'imiz spalni hisoblanadi. Spalnimiz razmeri 5x3, stenkalari bor ekan. Xo'p, bu yog'imiz zal. Zalimiz ham juda shinamgina, chiroyli. O'zining gilamlari bor ekan. Gilamlarini qoldirib ketishyapti. Keling, bu yog'imiz sanuzel hisoblanadi. Bu yog'imiz vanna. Keling, bu yoqda kuxnyamiz ekan. Mana stroyli kuxnyamiz juda katta qilib, chiroyli qilib yasattirib qo'yishibdi. O'zini mana stiralkalari bor ekan. Bu yog'imiz balkon, mana ugaloklar qo'yapti. И plus reshotkalari ham bor, akvaromlari bor. Podvoli ham bor ekan. Shu uyimizga 83 ming startov so'raymiz. Qiziqqan bo'lsa, opsiya nomerini qo'yib beramiz.